Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın Bilim Güç Qararlıq Tor söhbetining 15-ci qatımlıq söhbetiga hoş geldinglar. Ben Mukarram Qurban. Avval hammanglarga chin yurakdan salom yollayman. Bugünkü programımızda Dünya Uyghur Qurultayı'nın Muhacirlar bölümünün başlığı, hammamizga tanışlıq bo'lgan hürmetlik Mehmet To'xta efendim biz bilan birga. Hürmetlik Mehmet To'xta efendim bugünkü programımızga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok rahmet. Sizni muhacirat Uyg'urlar hammasi ham tanıydı. Shundoq bo'lsin, o'zingizni bir qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Çok rahmet. Mening ismim Mehmet To'xta. Ko'p tanish haqiqatan. O'zim bizning vatanning Qog'iliq degan noyida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Ali Mektepni biyologiya fanlari bo'yicha atalmış Şinjan Üniversitesi'nin biyologiya fakültetini bitirib 87-89 2 yıl Qashqar pedagogika institutida o'qidik. Shu vaqtlarda shu Ali Mektepda Qashqardagi birdim-bir shu yerda 2 yil o'qituvchilik qildim. 91-yilning oxiridan boshlab chet elga hijrat qilib, taki shu vaqtlardan hozirgacha mana qisqagina vaqtdan keyindan 30 yil bo'ldi. 30 yildan beri chet elda har xil shakldagi vatan da'vosi bilan shug'ullanyapmiz. Hozir Kanadaga kelganimda 28 yil yo'q. 22 yil bo'ldi Kanadaga kelganimga. 22 yildan buyon Kanadada shu vatan da'vosi bilan şug'ullanib Kanadada vatanimizning ahvolini tonishtirish, Uyg'urlarni tonishtirish. Hozir ma da'voning taraqqiyoti o'sib, siyosiy xarakteri ham kuchli bo'lgan sari shu siyosiy sahnada Kanadaning davlat siyosatida Uyg'ur masalasi qanday yerilish kerak? Bu haqida biz nimalarni qila olamiz? Kanada hukumati Kanadaning siyosiy organlariga bu da'voni qanday tanishtirib Uyg'ur xalqining milliy manfaatini qo'g'dashni qanday qilib Kanadaning davlat siyosatiga aylantira olamiz? Hozircha markazlashgan nuqtamiz shu. Bu da'voda mush ishlar bilan hozir Ottavada 3 oy bo'ldi Ottavada ishxonachilik qilib, men kasallik sababi bilan ko'chib kelganimda 2 oy bo'lay deb qoldi. Yani bu şu chet elga chiqqandan buyon o'tmay 92-yili 12-oyning 12 kuni Turkiyada birinchi qatimliq Sharqiy Turkiston milliy qurultayi ochildi. Uningda garchi chet elga chiqish tariximiz yangi bo'lsa-mu, shu qurultayda qo'limizdan kelishicha bu qurultayning muvaffaqiyatli bo'lishiga ham tuhfa qo'shdik, ham dunyoning har qanday hamma yerdan kelgan Sharqiy Turkistonning dangliq siyosatshunoslari bo'libmi 2-chi Cumhuriyet 44-yildan 49-yilgacha o'ldirib qurilgan 2-chi Cumhuriyetimizda askar bo'lib vazifa olgan, hatto ministr bo'lgan, vali bo'lgan, keyin O'rta Osiyoga surgun bo'lib chiqishga majbur bo'lgan peshqadamlarimiz bilan. Bundan keyin shu 2-chi Cumhuriyetning shu birinchi Cumhur reisimiz İlhan To'g'rining bosh kotibi Abdurup Mahsud rahmatlilar bilan tanishish, Turkiyadagi o'sha da'voning bayroqdorlaridan bo'lgan İsa Altekin efendi merhum Allah rahmet bilsin. Shular bilan tanishish, chet eldagi da'vo bilan tanishish, shu bosqichlardan bir qor o'tgandan keyin 98-yili Amerika orqali Kanadaga keldim. Kanadaga kelib, shu Kanadada Uyg'ur Kanada jamiyatining qurilishi qo'limizdan kelgancha bu yerda bir ishlash, undan keyin 2004-yili Dunyo Uyg'ur qurultayining qurilishi, u yerda muavin rais bo'lib 2 muddat ishlash. 2010-yili Dunyo Uyg'ur qurultayi tomonidan Yevropa birligiga tayinlangan alohida vakil sifatida Yevropa birligida 2 yil ishlash. Hozir qilish Belgiyaning Brussel shahrida. Undan keyin Amerikada va undan keyin tekrar Kanadaga qaytib kelib
o kemqalga o'qishimni tugatgandan keyin yana Uyg'ur davosiga qanday qasd qo'sha olamiz deb yana shu faoliyatlarimiz bir ömür davom qilgan faoliyat hozirgacha davom qilyapti. Alloh ömrimizni bersa eng oxirgi nafsimizgacha xalqimizga nima foydali bo'lsa, xalqimizning joni-jon manfaati nima bo'lsa, shunga bir kichik hissamni qo'shaman deb o'zimga bergan bir va'dam bor. Janob Alloh shunga nasib qilsin. Sizning vatandan ayrılgan günden tatip hazırgacha mushuncha ochiq ishlarni qilish jarayonida o'zingizni hozirgi bir saviyaga qanday yetishtirdingiz? Rahmat. Birinchidan Allah'ın naiti bir taleylik kulu deb hisoblayman o'zimni. Çünkü qog'liqdek bir yurtda tug'ilganligim, kichigimdilla shu yerdagi yurt mo'tavarlari onadagi qog'liqning bo'libmi 1979-yildan keyin shu butun vatanimiz Sharqiy Turkistonning diniy ta'lim tarbiyadagi markaz bo'lishi, bu yerdagi diniy ustozlarning shu vatanning davosida keyin töhf qo'shgan jiq vatanparvarlarimizni yetishtirishda o'ynagan roli. Shunday qilib qog'liq to'plangan shu vatanparvar Sharqiy Turkistonning hamma yerda kelganlar bilan uchrashish fursatim mana shu kichik vaqtimdan boshlab boshlangan. Bular bilan bo'lgan do'stligimiz hozirgacha davom qilyapti. Uning eng tipik o'rnigimi shu hozir Turkiyada yashayotgan Abduqodir Yapchanamga 79-yildan boshlab tanishiman. Qog'liqda o'qigan, bizning marhum ustozlar bilan birga turmada yotgan. Endi bu qog'liqda o'qib yetishgan bu qarindoshlarimiz keyin vatanning har xil shu vatan davosida har xil shaklda ko'p hissa qo'shdi. Mening oilamdan cho'ng dadammi Xitoyning turmusida o'libdi ekan, mening dadammi Xitoyning turmusida hayotini shuna o'tkazdi, hayotini oxirlashtirdi. Unda bo'lgandan keyin bizning oilada shunday bir shu vatan millatga bo'lgan bir sadoqat, Xitoy hukumatiga bo'lgan bir o'chmanlik shu oiladan kelib chiqqan. Shundaqla onamning menga tarbiyasi dadam qaraganjiq bo'lgan, dadam ko'proq turmada bo'lgani uchun menga deydigan gap shu edi. Nima qilsang qil bolam, ammo qilgan ishning eng yaxshisini qil. Qog'liqning sharoitida masalan bir tikuvchi bo'lsang, eng yaxshi shu bozordagi eng yaxshi tikuvchi bo'l. Yoki nima qilsang qil, eng yaxshisini qil deydigan bir hikmatli bir so'z bo'ldi. Men o'rta maktabda mana yaxshi o'qigan, a'lo o'qigan. 82-yil oliy maktabni imtihon berganda butun bizning Sharqiy Turkiston bo'yicha 80 ming o'quvchi oliy maktab imtihoniga qatnashgan. Shu butun Abdumur rayonidagi 80 ming o'quvchining ichida men qog'liq to'plamchilik bir yerdim. Men shu 80 ming o'quvchi qatnashgan shu sonning ichida men 3-chi bo'lib ekanman. Yani favqulodda cho'ng natija shu vaqtlardagi gazetlarda 1-chi, 2-chi, 3-chilarni e'lon qilibdi. Mening ismim gazetlarda e'lon qilinganiki o'qituvchilarimiz shunday faxrlanib ketgan. Shu Muhammad To'xtovning o'qituvchisi bizda vaqtlarda unda gazetlarda bir odamning Xitoylarning kommunistik tashviqotidan boshqa narsalarni bilmagandan keyin oliy maktabni men yaxshi bitirdim. Kasbni egallab qolmasdan ingliz o'rganishni shunday yo'q sharoitda imkonsiz sharoitda bir imkonlarni yaratib, mayli bu imkonsizlik degan shu vaqtda inglizcha bilganlarni uyg'urlar ichida yo'q bo'lish imkonsizligi, iqtisodiy jihatdan, anandagi vaqt jihatdan shunday qiyin sharoitda inglizchani o'rganib, men oliy maktabni bitirganda inglizchada ravon muomala qila oladigan bo'lgan. 87-yil men oliy maktabni bitirib Qashqarga biologiya fakultetiga bo'linganda chet eldan 10 o'quvchi Avstraliyadan, Amerikadan, Germaniyadan bo'lib Uyg'ur tili o'rganishga beribdi ekan. Lekin bularga Uyg'ur tilini ingliz orqali tushuntiradigan ingliz bilgan odam yo'q. Bizning shu institutda meni biologiyadan chiqarib, shu chet elliklarga dars o'tkazib, u yerga chiqarib qo'ygan. 1 yil u chet elliklarga dars o'tish jarayonida inglizcham texmo yaxshi bo'ldi. Shu vatandan ayrilishdan burun shu mezgillarda tuzgan Uyg'urcha inglizcha lug'at. Keyin men vatandan ayrilib ketgandan keyin shu biz birga ishlagan Daniel St. John degan bir angliyalik birodar bordi. Shuning nomidan chiqarildi, lekin butun so'zlarning
toplanışı, ananiki mana berilişiyatı, men önce qasam batı, şu lügatımı, menin ismimi çıkarıp, bir rahmet dep koyup ameliyatta şu lügatının yerimini men işlegenim. Vatanımız çıkan birinci Uygurca İngilizce lügatının çıkışıdır mı? Şu vaxtlarda men önce tökten bolgan. Yani bu da degenim kichigimizden şu Xitayga bolgan öçmenlik qandaq qilib, şu Xitaylarga qarşı bir üstünlük saklayımız diye arzu bilen meyli ali mektepteki okuş hayatında olsun, meyli ictimai alakada olsun, meyli chet elga chiqqanda olsun, şu narsa üçüp ketmedi. Çünkü başta deganimda çoğu adamning Xitoyning turmushda şehit bo'lishi, dadamning şehit bo'lishi. Men 8 bola etdik biz. Anam bilan shunda qilib qoldik. Dada uyning to'riga gitti. O vaqtlarda sharoitlarmi yaxshi emas. Yani shundaq bir muhit mening kallamga ananikin şu vaqtlardagi diniy ustozlarimizning bergan tarbiyasi bilan hammamiz qo'shilib vatanga bo'lgan bir xizmat, millatga bo'lgan bir sadoqat. Anadikin bu davaga bo'lgan bir harmas bir iroda shu kichigimizdan boshlab shakllangan bo'lg'achqa chet elda jiq chapalan tatdik. Yalğız Xitayning besim emas, nurg'un chapalan tatdik. Mana hozirgacha shu vatandan ayrılgandan buyon uzak, yaqin hech bir tuqqanimiz bilan ko'rishib boqmadik. 30 yildan beri Xitoylar hech birisiga ruxsat qilmadi. Buning o'zi hamda inson qilib bo'lmaydigan bir zulm. Nurg'un adam yel qo'yib o'tdi. Anadagi bizning qarindoshlar orasida bu davoni tushunishmi unchalar yaxshi emas. Yani bu davani qandaqdir yoki vaqirash chaqirash yoki ko'ngildagi gapni davilish deb qaraydi. Buning davlatlar bilan bo'lgan munosabati, xalqlarga qandaq o'ngitish, Uyg'ur deganni bilmagan insonga buni qandaq tushuntirish. Nurg'un jihatlarda hamda bizning qarindoshlar buni bilmagan uchun bizning o'nglatish jihatdagi emas, o'nglag'uchining anlamaslығы, yoki anlamasqı sileşi, yoki shuncha japa tassaqmi bularning bunun ko'ngil bilmasligini iboratmi reallikni qandaqdir Uyg'ur faoliyatchilar ish qilmoqdi. Bunda qaraydigan avval yig'irdi. Halbuki Uyg'ur faoliyatchilar butun vujudini fidokorlik bilan bu davoni anlatib keldi. Lekin ta yaqingacha Uyg'ur desak insonlarni qo'l qo'shaqmatdi. Yani bu dava qilayotgan qarindoshlarning dava qilishdagi kamchiligidan emas, dunyo miqyosidagi vaziyatning, yani Uyg'urlarga bo'lgan tanishning kamligidan shunday nimetda hozir hamda vatanimizga zulmning eshishi bilan istoshlik qilish ko'paydi. Hozir davoni anglitishmi shunda oson. Lekin hozir bu davo siyosiy nuqta qadam qo'ygan uchun burungi davo anglatganda voy vatanda bo'ldi, bo'ldi deb bundan o'tib ketadi. Hazır o baskıçtan ötüp ketdik. Hazır hem de devletler Uyghur meselesine qandaq siyasat tutish kerak deb siyasi baskıç kerak etgan işimiz yana bu bizning uchun bir o'rganish fursati. Muşuningdan hamda tashqi dunyodagi siyosiy iqlimlardan o'zimizga loyiq bir yo'chiq ichib davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan siyosatda Uyg'ur masalasini nega o'rnashtirib buni qanday shaklda o'tirib qo'yib shularning siyosatini ayrilmas bir parchasi qilish bu hem de manhajdan hem diplomatiya talab qiladigan hem davlatlarning siyosatini bilishni talab qiladigan hem ommaviy munosabat talab qiladigan hem Xitoy bilan shu o'zimiz turayotgan davlatning ortiqchilik, kamchilik, ojizlik, kuchlilik, shu nurg'un tangpongliqlarni bilishni talab qiladigan bir savol bo'lgani uchun müşahatda hamda uzun müddetlik tecrübeden algan siyasi bir açık savaklar hazır hamda bizge bir güç bo'lib şu davani anlatışda yani bizge yardım bo'ladi. Yani bu o'tmishni eslatishimning sababi qarindoshlarga davan aytı mushaqqatlik bir ish. Anadan keyin jiq bedel talab qiladigan bir ish. Bunun da şu sunmaz biz irade, vatanga bo'lgan cheksiz bir sadoqat, millatning istiqboliga bo'lgan bir ishonch va bir fidokorlik ro'yi bo'lmasa ham sunmaz irade. Xitoylarning har xil bisimi, uydagilarning tortadigan har xil qiyinchiliklari, mushuning hammani ko'z oldimizga keltirib turib, shuning ustidan kelmay turib bu davoni bu pardani orqasidan qilolmaydi. O'tirg'i chiqish kerak. Bu Uyg'ur xalqining davosini birinlari qilish kerak. Bütün bedellerini töylep birileri kılış gerek. Hem de chet elde Allah'a şükür olup mu 90. yıllardan ki bizden vatanımızdan çıkan yaşlar şu
boşluqni to'ldirib hamda ko'krak kirib o'ttirib chiqarib butun bedellarni to'lab hamda da'vo hozir bilinib bir yerga keldi. Şolaşqa hamda da'vo qilishimiz, qo'shonimiz kengaydi. Buni da mana memnuniyat his qilaman. Şuna bo'lsa hamda bundan keyingi da'voda talab texmi yuqori. Yani siyosiy safa talab qiladi, diplomatiya talab qiladi, ommaviy munosabat talab qiladi. Muşlarni yaxshi zang qo'yib, boshqalar qanday qilyotidi, davlatlar o'tirib munosabat qanday ketib boradi, muşlarni yaxshi kuzatmay turib, ya'ni bu da'voni, ya mening ham da'vorim bor, Uyg'urlarning ham masalasi bor deb bundalar ilib bo'lmaydi. Muşlarning hammasi shu uzun muddatlik tajribadan keldi, shu tajribalarni biz o'rgatgan darslardan keldi. Shu mana qimmatli deb o'ylayman. Rahmat, tafsili yaxshi so'zladingiz. Hazır muşu dava muş seviyeye yetip geldi. Muşu hazırki davada siz degендеген nurgun insanların koşuluşu gerek nurgun adamlarımız ihtiyacımız var. Sizince muş yaşlarını muş sep koşuşta ulanı kandak yeteklep meniş gerek. Muş doğru eğer bu kaldırınız olsa biz de ortaklaşkan olsanız. Elbette biz bu dava kirgende yaştık. Hem de hazır biz 50'den açtık. Hem de texmi yaşlara ihtiyaç var. Bu Dünya Uyghur Kurultayı'nın yaşlar komitesi olsun, ondan keyin yaşlarını terbiyeleş programları olsun, şunun hemmesi belgili bir maksat için faaliyet kılatıdı. Yani yaşlarını kandak kılıp, şu davayı tanıştırış, hem davanı kandak kılıp yaşlarını tanıştırış. Hem de yaşlarımızda köp kızgınlık var. Özlerinin zamanı karata, yaşayan zamanının evzelliklerden faydalanıp egellige artıkçılıkları var. Hem de bu Şarkı Türkistan davası dediğimiz bir tarihi var, bu vatan davası. Mındaklı kirip, oturduğu kirip, bir iş kığılı buldu, lekin uzunga davamlaşmadı. Şunlaşıkta, her kanal milletinin tarihi bolğanda, Uygurlarının bir tarihi var, Uygur davasının bir tarihi var, Uygur davası şu tarihten ağan tecrübeleri var. Yani nurgun qarindoshlarimiz bu dava kirib, anandaq, manamandaq deb qaqshashni asos qilib o'tirib kiradi. Yani burun qala ana qimmat ekan, mani qimmat ekan, men dunyoni boshqadan fikirdaman. Aslida undaq yo'l tutishning o'rniga to'xtabdi. Burun qilami bir ishlarni qilgan bo'lg'aydi. Har xil sharoitlar bilan bularni g'ayrat mushunchilik natija beribdi. Endi men mushunga qandaq to'p qo'sha olayman deb ma nuqtadan qatnashsa texmo foydali bo'ldi deb qarayman. Chunki Muşundaq belki burunqi dava qilganlarni yaklash yoki ular yaxshi qilinmabdi, men texmi yaxshi degandek bir pozitsiya bilan bu dava kirganda biz bo'linishlarni ko'rdik. Ular qilinmabdi, shuni ayiraman yoki asosiy iqlimdan chetlab o'ziga xos bir nima qilib, ularning uzun umrlik bo'lgan. Shunlashqa belki bizning peshqadamlarimizning ot so'zlarimiz bizga yetib kelgan. İşbirlikte küçümlükte deyimiz. Çunlarının tecrübesi var. Uzun müddet utam butamga üsüp ağan savakları var. Yani bu savaklarını igelleş, bu davanın tehimi çakkan ilgilenişi paydı. Yani 1990 yılları Columbus Şimal Amerika'nı keşif kılgan. Yani kaytıdan keşif kılışının orunu yok. Çünkü yana kaytı mansakmış bir yere çıkınız. Yani Şimal Amerika'da yani burun Columbus'un da keşif kılgan masa şu. Ondan başka bir yenilik yok. Şulaşka bu davanı burun ilip bağın qarindoshlarning algan tecrübe savakları bu kıymetlik. Her kanda devletning bir devlet akla degan bo'ladi. Çünkü devletler shunday açık tatlıqni issiq suvotni beshini o'tkazib jarayonda ma'u to'g'ri ekan, bunday yo'l tutsam bundan ma'noni qilsam bu shuna berkib qolgan bir arxiv bo'ladi. Devletlerinin küçü del şu arxivdeki ma'lumotlar. Şu arxivdeki ma'lumot bo'yicha devletler o'tmishidan tecrübe ilib, kelgusiga qaror berganda qanday qaror berishning yo'llarini şu o'tmishdagi tecrübe bo'yicha bekitadi. Endi bizning shu da'vomiz bu del shunday bir birikkan tecrübe edi. Bizning yoshlarimiz ashundan foydalansa, mustaqil bir qadam borgan bo'lsa, ma tecrübelerden faydalangandan keyin bir qadamdan 10 qadam ilgarilanadi. Chunki biz nurg'un to'solg'ularni deb beraymiz. Ulargacha ama hissiyotdan sening o'ylaganing to'g'ri, lekin mushuni qilsang boshqalar bunga mundaq inkas qaytirish mumkin, bir yer to'xtab qolsa. Shunlash unda qilmay, ma'lum ma shaklda mundaq mansang
vatanning davosini texnik qila olaysan. Endi hozirgi shu chet ellarda ilib berayotgan davo va tashkilotlarning faoliyatiga qarasak, har xil tashkilotlar bor. Qurilganda boshqacha g'oya bilan qurildi. Biz ulardan farq qilib, biz degan mandaq deb qo'ydik. Ammo ularni qilayotgan ishga qarasak, dunyo Uyg'ur qurultayini qilayotgan ishini hech bir mohiyatdan farqi yo'q. Masalan, farq boshqa bir g'oya bilan qurilgan nima deb shu g'oyangalar chiqmaysa, demakki imkon yo'q shularni qilishni. Dunyo Uyg'ur qurultayi bu yo'llarni jigimjib o'tkazib qo'ygan. Sharqiy Turkiston Milliy qurultayi qurilib, bu dunyo Uyg'ur qurultayi shunday nurg'un tajriba sahiblari bor. Davlatlar bilan bo'lgan munosabat. Shunlashqa yoshlarimizni bu da'vo qatnashganda tajriba saboqlarini o'rgangan asosida qilsa, texmo ilgarilab ketalaydi. Masalan, har qanday davlatdan bir saylan bo'ldi. Bu saylamda nurg'un va'dalarni bergan bilan shu hokimiyat beshiga chiqqanda o'tmishdan kelgan nurg'un tajriba saboqlar, nurg'un narsalar bilan o'zining qilgan va'dalarini biroz tanishaydi. To'xtamani debdiman, ammo meni qilolmaydi ekanman. Bu da'vo shunday narsa. Yoshlarimizni oldin bir tashkilotlarga qatnashgandan keyin shu yerda hem kuzatishi, hem kamchiliklarni tuzatish uchun takliflarni berib, oldin shuni ichib kirish kerak yoshlarimiz. Kirmay turib, g'oyibdan g'azal o'qiydigan ish emas. Bu sirtib turib qilgan ish emas. Pushqog'im yo'l oldi desak, suvga kirmasak bo'ldi. Suvga kirgandan keyin pushqoq yo'l oldi. Foydasi va ziyni va ortiqchiligi va kamchiligi bor. Ammo bu kullik ma'nodan bir da'vo, shaxsiy ma'nodan da'vomiz. Shunlashqa men yoshlarımizga tavsiyalarim o'zlarining kasbiy sohasida yuqori saviyada bilim olish oldidan. Chunki vatanimizga shunday ixtisos egalari kerak. Ananing shu olgan bilimi va kengaygan nazar doirasini o'zi yaqin kelgan bo'lib, ana iqlim degan asosiy iqlimdagi tashkilotlarga qatnashish orqali shularning maxsus egallagan bilimlarni bu tashkilotlarga aqtirib, yo'l ko'rsatib, ham tashkilotlarning ortiqchiligini o'zi qo'shib, kuchini o'zi qo'shib, o'zidagi fanniy va egallagan ma'lumot kuchi bilan birlashtirib, quvvatli holga kelib bu davoni olib borsa, nayt yaxshi bo'ladi. Hozir ko'ryapmiz, ko'plagan bilim egalari bir yerga toplashyapti. Toplashib shu davoni hem tecrübe bilen, hem siyasi tecrübe bilen, hem teşkili tecrübe bilen mükemmelleşken teşkilatlar bilen müşrik kuvvetidir. Çünkü teşkilatçılıkın bir tecrübe, teşkilat olsa bulmaydı. Bu teşkilatın işençlik oluşu, halkara cemaatin itiraf kılgın buluşu. Bu teşkilat bir gap kıysa, şu halkara cemaat işengen alıp gelişi. Bu bir günde ya bir haftada bulduğun şey emas. Bunun yıllar gelir. Şunlaşqa yoshlarimiz hamda hech bo'lmasa hozir shu qurilgan tashkilotlar bor, ishonchli tashkilotlar bor, asosiy tashkilotlar bor, dunyoga quriltaylar. Shular kirib, har qanday odam ishga boshlashdan burun g'arb dunyosida bir praktik qilgan ishlar bor. Kirib, kuzatib, o'zi qaysi sohada rolni joriy qildira oladi yoki bu tashkilotlarda qanday bo'shliq bor ekan. Shu bo'shliqni o'zini aqliy iqtidori va bilim kuchi bilan qanday to'ldira oladi. Shunday bo'lsa hem davaga, yalnız özüge yak teşkilatımız bütün vatan halkının ve halkımızın Şarkı Türkistan davasını dünyada texnik kudretli kalıp keltirişte cıktı koşalaydı. Rahmet. Siz Kanada'ya 20 neçə yıl oldu ki, oturaqlaşmış yaşayıbsınız. Demek siz Toronto'da, izcil Toronto'da yaşayıbsınız. Bana yakında bir neçə ay oldu. Siz Toronto'dan Kanada'nın paytaxtı Ottawaga köçtünüz. Bu yoqqa köçüşdeki maqsadınız nima? Tegi taklif etganda dava. Endi Ottawaga men chiqib berib keldim. O'tganda tashqi ishlar ministerligi bir yig'in bo'lganda, eng oxirgi Torontodan bo'lgan safarimda, har qatimliq safarimni men yozib qo'yman. 117-chi qatim safar qildim shu yerga ishga. Bunday aytganda, ya'ni har yili eng az 5-6 qatim safar qildim. Ba'zi vaqtlarda aralıqda Yevropa ketgan vaqtlarim, Amerika to'g'an mezgillarim, shularni chiqarib aytganda, ya'ni yamanchiq safar bo'ldi. Hem aralık berib kelishi 500 kilometr berish, 500 kilometr qaytishlik 1000 kilometrlik. Ya'ni 10 saat şu mashinada ketidan yarım saatlik ko'rishish yoki 1 soat uchirish uchun shu 10 saatlik yo'lni minib keladigan gap. Buni hozir chiqib keldi. Endi hozir bu Sharqiy Turkiston davosi dunyo miqyosida bo'libmi bir qancha g'arb davlatlarida
Bularni Xitoy bilan bo'lgan munosabatlardagi siyosiy siyosatlarda belgilik rol o'ynaydigan, belgilik qimmatga ega va diqqatga ilishga tegishli muhim bir omil bo'lib qoldi. Endi shunday bir fursat kelgan ekan, siyosiy markaz Ottawa bo'lgan ekan, bu safar qilaverish vaqt isrofchiligi. Buning uchun shu siyosiy markaz, siyosiy poytaxtimiz Ottawa bo'lgani uchun mishakilib şu karar belgeçiler, siyasi partiyalar, hükümet organları ve başkalar bilan texmo quyuq, burunqi munosabatni texmo quyuqlashtirgan asosda shu bütün energiyamizni, kuchimizni shu vatan davosini texmo bir qadam yuqori baldoqqa ko'tarish. Buni Kanadaning siyosatining ayrılmaz bir parçası olib keltirish uchun jiqroq to'p qo'sha olayman degan umid bilan keldim. Yana birisi bu Türkiye'den bu Kanada'ya yetkab keladigan qarindoshlarning nimasi bor, xizmati bor. Bunun da Toronto turib chiqishi yo'q, lekin Ottawa'da turib, yana bütün kun bu ishni qilmasak, chunki bu oz son emas. Undaq bir raqatim deb qo'ygan bilan, o ko'rishib qo'ygan bilan bo'ladigan ish emas. Chunki hukumatning nurg'un o'rinlarining tasdiqi kerak. Gerçi Türkiye'de qarindoshlarimiz haqqida bundan acaba bitmedi degandek ba'zi sarguzashtlar bo'ldi, lekin Kanada'nın sharoitini bilmaydi. Kanada'da Uyg'urlarning voy ma bo'lsin deb bo'g'iz olaydigan undaq bir siyosiy bir nimamiz yo'q, sonimiz oz. Shunda bo'lsin-u, sonimizning ozligiga qaramay Kanada'da belgilik siyosiy bir ig'irligimiz ya belgilik bir ta'sirimiz bor. Lekin bu ta'sir Maşındaq bir yığız gap bilan lan bu 10 necha ming odamni Kanadaga yetkab kelgandek undaq kuchli emas. Buning uchun nurg'un tashkilotlarning, nurg'un siyosatchilarning yordami, ya'ni Kanada hukumatini hozir ma'qul keltirgan taqdirdami buningga belgilik vaqt ketdi. Chunki buningga aralashadigan 5-6 ministerlik bor. Ya'ni Moliya ministerligi aralashadi, bular kelgandan keyin bularning chiqimlariga yani hükümet onunla Türkçe bütçe dep koydu, rasxodga bu qarindoshlarning o'rinlashtirgan için bir yil avval nima kirgizish kerak. Ona chiqimlarini. Anadan keyin ko'chmanlar ministriga aralashdi. Bular nega o'rinlashtiramiz. Sahiyya ministriga aralashdi. Bu 10 necha ming odamdan salomatlik chiqimi qanchalik? Qaysi o'lkada? Anadan keyin tashqi ishlar ministri aralashdi. Bularning viza ishlari va boshqalar uchun. Qatnash ministerligi aralashdi, bularning aeroplan bileti agar ular o'zining beltini oldik nimasi bo'lsa. Uningga qo'shilib jamoat xavfsizlik ministriga aralashdi, bularning oqi ko'rinishini tekshirish uchun. Ya'ni mushularning hammasi bir yerga kelmay turib, bu qaror chiqmaydi. Chiqqanimi bir ministerlik imzolamasa, mangmaydi. Demakki, Turkiya qarindoshlarimiz bu yerdagi ma'noda jarayonlarning murakkabligini tushunmaydi. Bunda tizimlab qo'ysak va aytib ketimizda. Şuna boş yaxşı oladı ama bir yana şaraitim şu. Onun için saylam buldu, hakimiyet özgerdi. Ministerlikler özgerek gitti. Anadan ki Kanada-Xitoy münasebetleri, Kanada'nın Mengwenjo degen Huawei'nin başlığını tutkandan ki texminin bop ketdi. Kanada'nın hazır tök fuqarasıga Xitoy ölüm cezası verdi. Xitoyni hap qiladigan bir qadam bo'lsa, yana boshqa fuqarolarga ölüm cezası beradi deb Kanadada bir qo'rqish shakllandi. Anadan keyin yana Xitoy virus sababli hukumatda bir palajlik shakllanadi. Ya'ni nurg'un halqiliq bo'lmagan hamma narsani to'xtatdi. Bu shunday nurg'un omillar bu ishning keyniga so'zilishiga sabab bo'lyapti. Lekin bu ishlar hamda bu qarindoshlarimizning Kanada kelishiga, bu qarindoshlarimizdan bak o'zimizga bergan bir so'zimiz bor. Qo'limizdan nima kelsa shuni qilib, o'sha qarindoshlarning va bularning avlodlarining Kanada terbiyelaydigan şuna imkoniyat yaratish uchun butun g'ayratni qilamiz. Shuni o'rinlashimiz kerak. Qachon bo'ladi o hukumat bilan bo'lgan har xil bisim, kuchimiz u belgilaydi, lekin mushu g'oyani amalga oshirish ham birinchi vazifamiz bo'ladi. Shuning uchunmi Ottawa kelib butun kun ishlaydi. Bu maqsadim bor. Rahmat. Ahırda bütün muhacirat Uygurlar yürek sözleriniz olsa deyseniz programmamı ahırlaştırsam. Yürek sözüm şu, hemimizin yüregi cerahat bilen oldu. Birbirimizge teselli verip, birbirimizge müörünü tiklep, birbirimizge yardımcı buluştuğun başka çıkış yolumuz yok. Bu vatan hemimizin şimalıdan Cenab-ı Garbi'den şarkıgacha
Vatan davasına ibaret bu mukaddes vazife hemmimizning ado qilishga tegishli hem bu dunyolik hem u dunyolik hem milliy hem diniy vazifamiz, qarzimiz, borcimiz. Şoňlaşqa qarindaşlaryymyzdan mening birden-bir kütüdiganim Xitoydan qo'rqmasin, yaratgan Allohdan qo'rqsin. Xitoyning bir hisobi bor, yaratgan Allohning bir hisobi bor. Xalqimizning bu külfetlari inşallah her qanday uzun kechimi bir kun tanıtıdı. Şu vatan davası kelganda qarindaşlarımız texmo qo'ldan kelganini qilsin. Vatanimiz qutulmay turib, bizning oilamiz, bizning nimamiz qutulmaydi. Chet ellarda ba'zi qarindoshlarimiz mening ota-onam qutulsalam bo'ladi degan bir nimada his yo'qida bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Bu yerda mening ota-onam, sening ota-onang yo'q, hammamizning ota-onasi bor. Mening yurtim, sening yurting yo'q, hammamizning yurti bor, vatani bor. Shuning uchun yana bu biraz siyosiy param bo'ldi, chunki ko'nglimdan o'tganim shu. Hiç her qanday Uyg'urning vatan davosidan boshqa g'oyasi bo'lmaslik kerak. Mening yurak so'zim shu. Yurga vatan bilan so'qish kerak, nafasni vatan deb elish kerak, vatan deb berish kerak. Bu shunday bo'lganda vatan qo'lga keladi. Bütün qarindoshlarning bu shunday qiyin sharoitda sabrchan bo'lishini, umidni yo'qotmasligini qo'lidan kelishicha bu aziz xalqimizga qanchalik xizmat qilsak arziydi. Bu aziz vatanga qanchalik ter to'ksak arziydi, ajr qilsak arziydi. Shu arziydigan shu da'vo bo'ladi. Qo'lidan kelishicha g'ayrat qilishini orzu qilaman. Shu mening yurak so'zim. Hürmetli Mehmet To'xtat efendim, bugünkü suhbatga vaqt chiqarib qatnashib berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Ilimiz sizga bu program uchun aloqa vaqtimda bugun bir Yahudilar bilan birga qildigan namoyishni boshlagan kunimizlikdan shundan kelib, aniq bu programmaga birga bo'lganligingiz degansiz ko'pdan ko'p rahmat. Sizning shu butun da'voga kirib, muhojiratga hatta shu vatandikidan boshlab ko'ngil tutgan shu ishlaringizning natijasini inşallah ko'rishni nasib qilsin. Shu jarayonda bergan qurbonliklar bütün sizga o'xshash da'vo olib ketayotgan, vatandan ayrilgan hammalarning u dunyoga ketganlari xayr jannatda bo'lsin, hayot qolganlari aman bo'lsin. İnşallah vatanimiz patiqul azod bo'lishni nasib qilar. Sizning shu Torontoda yaşagan 20 yillik shu hayotingiz, shu Uyg'urlar bilan birga o'tkazgan shu hayotlaringiz, shu turmushlaringizdan voz kechib, Ottawaga gerçi unda jiroq bo'lmasin, Ottawaga güzel yani maqsadlar ko'chdingiz. Shu yerdagi shu ishlaringizning hammasini natijali bo'lishini umid qilaman. Programma kelganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Aman bo'ling. Sizlarga ko'p rahmat. Programmani ko'rishlarga ko'p rahmat va butun Albertadagi shu programmaga kelgan boshqa qarindoshlarimizga salom. Alloh aman qilsin. Güzel günlerde görüşürüz. Allah'a Rahmat. Satar mısın? O dedi ya